jamoa demak bugun bizni kafedramizda mehmon bo'lyaptilar. Falsafalar doktori professor Madina Shohnazamonova bilan Dushatova. Endi loyiha bor, shunaqangi jadidchilik tarixi bo'yicha jadidchilikni bugun bilasizlar, hamma jadidlik bilan shug'ullanyapti, jadidchilik merosi bilan. Mana shu bo'yicha Buxoro davlat universitetining trening belgilangan edi. Mana shunga doktorantlarning ishtirokini ta'minlashimiz kerak edi. Shu munosabat bilan endi ularga beraman, shu nimani chiroyli qilib o'tkazib, savol-javoblar chiroyli ko'tarinki bo'lib o'tish kerak. Hammasi nima bo'lmadi. Sizlarga omad tilaymiz. Yana kelsak kiritamiz ularni. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz, aziz doktorantlar, ilmiy izlanuvchilarni yangi mustaqbal mana shu sohani ilm yo'lida rivojlantirishga, o'zinglarni hissinglarni qo'shib, vatanimiz taraqqiyoti uchun yangi bir ilmiy ishlarni olib chiqishga harakat qilayotgan yoshlarimiz barchani bu uchrashuvda ishtirok etayotganiga avvalambor katta rahmat va men eng avvalo mana shu loyihamizni Fanlar akademiyasi tomonidan taqdim etilgan, Innovatsiya vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan jadidchilik milliy strategik g'oyalarini ommalashtirishning elektron modelini yaratish nomidagi loyihani qo'llab-quvvatlab, mana shu respublika bo'yicha bo'layotgan tadbirlarni bir qismi sifatida Buxoroda uyushtirilishiga yordam berayotgan rektoringizga, Bobur Baxiyevichga va kafedra mudiri Bekirjonga katta rahmatimni aytaman, chunki bu avvalambor hozirgi kunda xabaringlar bo'lsa, Innovatsiya vazirligi tomonidan bir qancha loyihalar amalga oshirilyapti, ijtimoiy gumanitar jadidchilik siyosatini ijtimoiy sohada targ'ibot, ommalashtirish, uni amaliyotga jalb etish maqsadida mana shu loyihani Fanlar akademiyasining yangi tarix markaziga berishdi. Bizlar bir guruh olimlar buni ishlab chiqdik va u moliyalashtirildi, lekin Innovatsiya vazirligi tomonidan qo'yilgan asosiy katta talab bu loyihalar kichkina bir guruh ichida ilmiy natijalar bilan shunchaki moliyalashtirib qolib ketish kerak emas, buni respublikadagi oliy ta'limga targ'ib etish kerak. Uni doktorantlar, olimlar bu loyihalar o'zi nimaga bag'ishlangan, nima yangiliklar bo'lyapti? Chunki bu hammasi sizlarning ishingizga yordam beradigan metodlar, ma'lumotlar va amaliyotga targ'ib etish sohalardagi mexanizmlarni eng yuqori ko'rinishini biz olib chiqib ishlashga harakat qilyapmiz. Chunki hozir o'zi xabaringlar bo'lsa, oliy ta'limdan keyingi ta'limda himoya ishlariga qo'yilgan talablarda ham bo'layotgan dissertatsiya ishlarini nazariy va amaliyotga tatbiq etish tomonlariga juda ham katta talablar qo'yilyapti, lekin u bo'yicha juda katta kamchiliklarimiz bor. Va u kamchiliklarni ta'kidlangani bilan yoshlarga hadeb bu tomonni tuzab, bu tomonni degani bilan ularga amaliy yordam ko'rsatish afzalroq. Chunki amaliy yordam bu aynan ijtimoiy gumanitar sohada 38 million aholidan iborat bo'lgan juda ham katta bir O'zbekistonni yoshlar qismi juda katta kontingent. Bu har doim gapirilyapmiz, bu juda katta ijtimoiy siyosat. Aslida mana shu jadidchilik milliy strategik g'oyalarini o'chog'i bo'lgan. Avvalambor undan ham oldin o'sha Quvvatul Islomdan keyin juda katta an'analarni, milliy diniy an'analarni o'zini lanosida davom ettirib va bu an'analarni jadidchilikka bergan Buxoroy Sharifni biz alohida tanlab oldik, chunki bu narsalarning egasi ko'proq sizlar. Endi bu yerda hammani dissertatsiya ishi jadidchilikka qaratilgan bo'lishi shart emas, lekin g'oyalar, milliy strategik qiziqish, o'zi vatan taraqqiyoti deganda biz qanday maqsadlarni qo'yib, qanaqa ilmiy ishlar qilishimiz kerak degan savollar bu har bitta ilmiy ish oldida turgan masala. Xuddi shu nuqtai nazardan biz o'zimizning misolimizda ozgina shu metodlari bo'yicha qilayotgan ishimiz metodlari va u qanday amalga oshishi kerak, biz qanday ko'z bilan ko'ryapmiz degan bir tanishtiruv uchun keldik va shu bilan birga sizlarning fikringlarni o'zi umuman hozirgi kunda bo'layotgan mana shu juda katta bir jadidchilik siyosati sizlarning ko'zinglar bilan qaraganda nima kamchiligi bor yoki qanday afzal tomonlari bo'lyapti, nimalarni olib chiqish kerak degan savollar tug'iladi. Chunki biz Farg'onaga borganimizda xuddi shu trening bilan ularda xalqning ichida juda mashhur bo'lgan, lekin hali ilmiy muomalaga kirmagan
ijtimoiy siyosatda juda katta ish qilganidan qat'iy nazar hali xalq u odamlarni tanimaydigan biz yangi qahramonlarni uchratdik va ular ustida hozir material yig'yapmiz. Va xuddi shu masala Buxoroda ham turgan bo'lishi mumkin. Chunki biz har bitta viloyatga borganimizda treningdan tashqari viloyat arxivlarida ishlayapmiz. Kecha ham 2 kun Buxoro viloyati arxivida bo'ldik, bir qancha materiallarni ko'rdik va misol uchun ilmiy tilda kosvenni, ya'ni bevosita degan shunaqa bir so'z bor. Shunaqa bevosita bizga juda ham katta material beradigan arxiv materiallari turibdi hali. Endi umuman shuni haqida gaplashib olamiz va men aytmoqchi bo'lganim, hozir jadidchilik siyosati o'zi O'zbekistonga nima uchun yana qaytadan kerak bo'ldi degan bitta savolni qo'yaman va bunga o'zim bir ikkita fakt asosida javob berishga harakat qilaman. Buni birinchi sababi aslida jadidchilikni birinchi bo'lib shu hattoki istilo davrida o'rgangan odam bular Erik Karimov edilar, filologiya fanlari doktori, professor. Ular o'zlarini o'zbek adabiyotida realizm masalalari degan rus tilidagi kitoblari bo'lgan. O'shanda birinchi bo'lib xuddi aylanib o'tib bir shu siyosiy masalalarga da'vo qilmasdan jadidchilikni Sovet davrini istilo siyosatini o'rtasida shu 60-70-yillarning orasida mavzu qilib olib chiqqanlar. Lekin bu odam nima deydi, juda ham qatag'onni yangicha usulga uchradilar. Ishdan bo'shatishlar, tazyiqlar, kitobni bibliotekadan olib o'sha kitobni yoqish, u odamga yo'l bermaslik holatlari bo'ldi. Lekin birinchi bo'lib Fitrat haqida, Cho'lpon haqida, ularni sotsialistik realizm, o'sha biza Gorkiy haqida ko'p gaplashganmiz Sovet davrida. O'sha sun'iy qilib bog'lab bo'lsa ham ular o'zi nimani xohlagan, ular kim edi degan savolga javob berishga harakat qildilar. Lekin bu o'sha paytda omadsiz urinish bo'ldi, chunki hali siyosat bu narsani ko'tarmas edi. Lekin mustaqillik yillarida u ruxsat berilgandan keyin bir qancha jadidshunoslar bu sohaga o'zini urdi. Begala Qosimov o'sha paytda men 92-yilda birinchi nomzodlik ishimni yoqlaganman. Abduraf Fitrat ijtimoiy falsafiy qarashlar degan Zebo Ahrorova Behbudiydan yoqladilar. Ishlar paydo bo'la boshladi. Lekin nima bo'lgan taqdirda bizni metodologiyamiz ozgina Sovet davrini eski prizmasidan juda unaqa sakrab chiqib yangi bir narsalarni ochib bera olmadi. Faqatgina o'sha faktlarni qayd etish, ularni maqtash va ularning ishlarini xalqqa tanishtirish atrofida bo'ldi. Lekin shu ishlarning orasida 1998-yili Adib Xalidni Musulmon reformatorligi degan bitta kitoblari bor. Birinchi jadidshunos sifatida birinchi, hozir mana 4 ta 5 ta kitoblar chiqdi. Undan keyin yana bitta kitob jadidchilikka, Islom avtokommunizm, kommunizmdan keyin islom degan, keyin Markaziy Osiyodagi jadidchilikka bag'ishlangan mana 19-sentyabrda kuni kecha Olmaotada yangi kitoblarning prezentatsiyasi bo'ldi. Markaziy Osiyo g'oyaviy kurashlar orasidami degan ingliz tilida sal murakkabroq, lekin yana bitta kitoblari Making Uzbekistan, ya'ni O'zbekiston tavalludi deb tarjima qilishdi, lekin u asari aslida ingliz tilini yaxshi bilasizlar, aynan tarjimasi O'zbekistonning yasalishi deyiladi. Uni olib qaraganda bu siyosiy motiv bor ichida. Lekin nima bo'lganda ham o'sha birinchi kitoblarda obyektiv javobda ular aytdilarki, jadidlar hayratlanarli darajada progressiv edilar. Va bitta ma'rif sohasi, madaniyat sohasi hammasi qo'yilgan. Chunki bu jadidchilikni o'zida mana yangi bitta yondashuv bor, transdisiplinar yondashuv. Mejdisiplinar degan yondashuv bor. Bunda biz siyosat, falsafa, tarix, antropologiyani natijalarini olib bitta kontentga tushirib, o'shandan yangilik qilishga harakat qilamiz. Lekin transdisiplinar nima degani? Transdisiplinar olimlar ko'rgan ilmiy muammolar juda ham murakkab, xalq oddiy ong bilan tushunishi qiyinroq bo'lgan. Lekin u narsalarni ommalashtirish kerak. O'sha oddiy publika tilida bu jadidlar o'zi aslida o'zlari shunaqa bo'lishgan. Misol uchun klassik adabiyot haqida, musiqa haqida, til haqida shunaqa oddiy sodda yozishgan va uni xalqqa taqdim etib, uni ongini o'zgartirishga, undashga, uni shu pramivka deydi, shunday yuvib boshqa bir g'oyalarni onga singdirishga harakat qiladigan metodlar bo'lgan jadidlar. Xuddi shu metod o'zi hozir bizda ham bor. Mana shu nuqtai nazardan jadid yondashuvini o'zi kompleksdagi
o'sha Turkiston milliy g'oyasini, ya'ni bu paytda yagona Turonni bir qismlari bo'lib qolgan, hozirgi kunda bizda misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistondagi kartadagi turli xil territorial egaliklar emas, balki ular bu territoriyani yagona birlikda ko'rmoqchi bo'lish. Va hozir e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Turkiy birlik g'oyasi hozir xuddi o'sha davrda juda katta ruh olgan. Chunki o'sha paytda tilda unaqa farq bo'lmagan edi. O'zbek yoki qozoq tili, turkman tili yoki qirg'iz tili. Misol uchun Karimov degan, Ergash Karimov degan yaxshi bir ustozimiz, filolog ustozimiz aytganlarki, shu 1917-20-yillar orasida ham qozoq, qirg'iz, turkman, o'zbek o'tirib gaplashsa, bir-birini tilmochsiz bemalol tushunardi. Lekin 100 yil davomida alifboni o'zgartirilishi, siyosatning o'zgartirilishi, milliy hududiy birlikdan keyin uni ichidagi holatda, ichki siyosatdagi til madaniyatini rivojlanishi bu xalqlar orasiga tilda juda katta baryer qo'ydi. Endi hozir biz qayerga borsak ularning tilini yoki tilmoch orqali yoki rus tili bilan muloqot qilish orqali tushunamiz va bu bizning tariximizdagi juda ham katta bir salbiy hodisa bo'lgan. Shu nuqtai nazardan milliy strategik dastur deganda jadidlar eng avvalo Turkiston birligi g'oyasini o'rtaga qo'yishdi va Buyuk Turon proyekti bor edi o'sha paytda. Abdurassurov bilan Turon Rasqulov birgalikda qilishgan. Unda hattoki Madaminbek Qo'rboshi u paytda bosmachilik deb keyin nomini o'zgartirishdi. Harbiy zaxirada eng asosiy shaxs bo'lganlar. O'sha harbiy qo'mondonlikni tashkil qilib beradigan, unga odamlarni yo'naltirib beradigan asosiy figura sifatida. Lekin bu o'sha harakat boshlanishi bilan o'zi Qo'qon muxtoriyatidan keyin ketma-ket agar 1919-yilda Behbudiy domla birinchi bo'lib shu repressiyani birinchi qurboni bo'lgan bo'lsalar, uyog'i nari borsa bir 10 yil, 15 yilda qolgan hamma jadidlarning masalasi hal bo'ldi. Lekin shunaqa hayratlanarli darajadagi progressiv g'oya bo'lgan jadidchilik hozir bizni xalqimizga suv bilan havodek zarur. Nima uchun? Biz o'sha masalalarda turibmiz. Milliy ruhiyatni sog'lomlashtirish, tiklash, birlashtirish, xalqni birlashtiradigan g'oyalarni qo'ya olish, ta'limni rivojlantirish, madaniyatni rivojlantirish, islom mutaassibligidan qochish, bu masalalar siyosiy mustaqillikni har qanaqa holatda sog'lom holda ushlab turish va bu masalalar haligacha o'zini aktualligini yo'qotmadi va bu har bittasi o'zini asarlarida, misol uchun Amrul Umrul Afsatuho, 2 emas 4 til lozim, millatlar qanday taraqqiy etarlar, maqolalarni o'zi eshitganingizda itingiz jimirlab ketadigan shunaqa darajada sizda bir ishtiyoq uyg'otadigan maqolalardan iborat. Va hozirgi kunda bizda nima yetishmayapti desa, siyosat bor, islohotlar bor, ilm bor, oyligimiz bor, diplomlarimiz bor, hamma narsa bor. Lekin o'sha milliy ruhiyat, jadidlarga xos bo'lgan iroda, juda ham kuchli ishtiyoq, vatan taraqqiyoti uchun kurashga bo'lgan. Aynan mana shu narsa milliy stereotiplarimizda ancha-muncha zaiflashib qolgan. Shuning uchun ham bizga o'zi siyosat qo'yilganda, siyosatni asosiy fundamentida ko'proq o'sha siyosatni yaratib beradigan ruh nazarda tutiladi. Va o'sha narsalarga biz qayta ko'z bilan qarash, yangi bir metodlar orqali uyg'otish maqsadida biz shu loyihani hozir amalga oshiryapmiz va yana bitta muhim maqsadimiz, bitta diskurs metodi bor. Misol uchun bitta jadidchilik davriga bir qancha qarashlar bor. Amerika jadidchiligi, Yevropa jadidchiligi, misol uchun Adib Xalid, Temur Xo'jao'g'li buyuk ustozlarimiz, o'zimiz O'zbekistondan bo'lgan qarashlar. Biz mana shunday yondashuvlarning ichida eng ilg'or metodologiya, eng aktiv qarashlar, ular o'zi yangi hayotga nimani bermoqchi degan savollarni mana hozir Azamat tushuntirib beradi. Bizni Jadid Global degan saytimiz bor, o'shanda suhbatlar orqali ochib beryapmiz. Uni keyin bu hozir test rejimida ishlab turibdi, bu keyin platformaga aylanadi, chunki biz o'sha chet el olimlari bilan suhbatlar, ularning asarlarini qo'yish, ochiq holda sizlar foydalanishingiz uchun va shu bilan birga shu O'zbekistonda jadidchilik bilan bog'liq hali e'lon qilinmagan materiallarni e'lon qilish va bir vaqtning o'zida arxiv materiallarini yangi zamonaviy ruhda qanday biz ishlatishimiz kerak.
o'sha davr haqiqatlarini qanaqa ochishimiz kerak degan masalalar bo'yicha ancha-muncha suhbatlarni e'lon qilib qo'ydik. Bir 10 dan ortiq suhbat. Holbuki loyiha iyun oyidan beri ishlayapti. Lekin biz hozir mana bu ikkinchi safarimiz va undan ortiq bu yerda loyihalar, bir qancha maqolalar va men o'zimni muharrirligimda mana shogirdlarim jurnal redaksiyasi a'zosi Markaziy Osiyo jurnal Markaziy Osiyo Renessans jurnali, Journal Renaissance of Central Asia degan 3 ta tilda jurnalimiz bor. Ular bu jurnal vaqt ro'yxatidan o'tgan va hozir bitta-ikkita sonni faqat jadidchilikka bag'ishlangan maqolalar bilan biz chiqaryapmiz. Mana shu narsalar haqida yana savol-javobda biz yana gaplashamiz, lekin hozir mana shu loyihadagi yangicha yondashuvlar va Yusupova Dildora Dilshodovna 1-2 oy oldin aynan Buxoro davlat universitetining falsafa kengashida o'zingizda Doctor of Science darajasida himoya qildilar, falsafa tarixi yo'nalishida diplom oldilar. Bular aslida sizlarning kadringlar, Buxoro davlat universitetidan chiqqan kadr. Va bizning loyihamizning juda ham faol ishtirokchisi. Hozir bular o'zlari tushuntirib beradi ba'zi Assalomu alaykum barchaga, ustozlar, tadqiqotchilar. Bugun umuman jadidchilikka bo'lgan ehtiyoj suv va havo kabi muhim bo'lib qolyapti. Chunki jadidchilikdagi strategiya aynan bugungi yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasi bilan hamohangdir degan so'z bilamiz. Yurtboshimizning fikrlarida o'z ifodasini topgan edi. Bu bo'yicha 2023-yil, 24-yillarda bo'lgan xalqaro konferensiyalar bo'lgan, jadidchilikka bag'ishlangan, milliy davlatchilik, istiqlol harakatlariga bag'ishlangan, undan tashqari muzey tashkil qilish to'g'risidagi qarorlari, Mahmudxo'ja Behbudiyni tavallud topgan 150 yilligini keng nishonlash. Demak, bularning hammasini asosiy maqsadida nima yotadi, nima uchun biz bugun aynan ushbu mavzuni global mavzu sifatida ko'taryapmiz degan savolga javob beradigan bo'lsak, o'sha nutqda muhtaram prezidentimiz aytadilarki, bugun biz qanaqa jamiyatda yashayapmiz? Bugun tahlikali davrda yashayapmiz. Bugun turli xil g'oyalar, mafkuralar bir-biri bilan kurash olib borayotgan davrda yashayapmiz. Lekin bu davrga biz tayyormizmi? Yoki bugungi bizni farzandlarimizni tarbiyasi mana shunday turli xil tahdidlarga qarshi kurashishga tayyormi? Siz o'zbek, o'zbekistonlik, O'zbekiston degan nomlarni saqlanib qolishni xohlaysizmi? degan savollarni qo'yadi. Agar bu tushunchalar, bu so'zlar saqlanib davom etishini xohlasangiz, yuqoridagi boyga qo'yilgan savollarga bugun javob topishimiz kerak. Ertaga kech bo'ladi. Nima uchun bunaqa deydilar? Chunki aytadilarki, bugun biz qanaqa kadrlarga muhtojmiz deganda, biz xuddiki jadid bobolarimiz kabi g'arbning ilm-fan yutuqlarini egallagan, biroq Turkistondagi milliy qadriyatlar, ya'ni milliy ruhiyat bilan tarbiyalangan kadrlarga muhtojmiz. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holatda aytmoqchimanki, bu loyiha bugungi kundagi ehtiyoj talab loyiha hisoblanadi. Ya'ni shu loyihani masalan maqsadlariga o'zimizni diqqatimizni, e'tiborimizni qarataylik. Masalan, g'oyaviy mafkuraviy jihatdagi maqsadiga qaratadigan bo'lsak, diqqat e'tibor. Bugun bizni yoshlarimizda, fuqarolarimizda fuqarolik pozitsiyasi degan tushuncha ancha orqada qolib ketgan. O'zini daxldorlik degan hissini ular tuymay qo'ydi. Biz mana shu g'oya orqali jadidlarni birlik, istiqlol uchun harakat, milliy uyg'onish, islohotchilik, modernizatsiya kabi g'oyalarini mana shu loyiha asosida olib chiqib berishga harakat qilamiz. Ikkinchi maqsadi ta'limiy jihatdan maqsadiga keladigan bo'lsak, bu nima beradi bu bizga? Bugun ilm-fanda, ta'lim tizimida, xalq ta'limida farzandlarimizni tarbiyalashimiz uchun aynan ularning strategik g'oyalarini ommalashtirish orqali kirib borishimiz kerak. Mana shu orqali biz aytadi, jaholatga qarshi ma'rifat deydi-ku, shu g'oyalar asosida tarbiyalashimiz kerak bo'ladi. Va mana shu yerda bir narsani aytmoqchiman, bugun xorijiy tajriba degan so'z ko'p ishlatiladi, ta'limga olib kiringlar deyiladi. Lekin o'sha davrda ilk qadamni boshlab bergan bu jadidlar hisoblanadi. Mana bularni g'oyalar bugun demak ta'lim tizimida davom etishi kerak. Lekin u qanaqa rakursda, qanaqa ko'rinishda, qanaqa ta'limga integratsiya bo'lgan holatda davom etishi kerak degan savollarga javobni ushbu loyiha beradi. Endi ilmiy va innovatsion nuqtai nazardagi maqsadi nima bu loyihani desa, bugun barchamiz hayotimizni internetsiz, gadjetlarsiz tasavvur qila olmaymiz, to'g'rimi?
Bugungi yoshlar birinchi ma'lumotni qayerdan oladi? Internetdan qidiradi. Hech qachon kutubxonaga bormaydi, bizga o'xshab arxivlarda o'tirmaydi, original yoki o'sha ilmiy dalillangan manbalarni topmaydi. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz ularga aniq, to'liq o'zligini anglatuvchi, ma'naviyatini yuksaltiruvchi, ma'naviy merosini targ'ib qiluvchi loyihani yaratish va uni innovatsion media mana suhbatlar ko'rinishida tashkil qilish. Bu loyihani o'sha ham ilmiy, ham innovatsion maqsad hisoblanadi. Ilmiy nuqtai nazardan biz boya ustozimiz Shahnoza Amanullayevna ta'kidlaganlaridek, arxivdagi hujjatlar bilan o'sha O'zbekiston Milliy arxivida juda noyob hujjatlar bor. Qo'lyozma, tosh bosma deymiz yoki o'sha fors adabiyotidagi kinofotofon hujjatlar arxivda saqlanadigan hujjatlar. Hattoki mana men birinchi o'zimni PhD ishimda Xalqaro islom akademiyasida himoya qilganimda Turkistondagi diniy siyosiy vaziyatlarning falsafiy konseptual tahlili deb nomlanganda, mana shu yerda diniy aqidaparastlar, jadidlar va qadimlarni fikrlaridagi o'zgarishlar, nima uchun bu progressiv harakat, noyob ijtimoiy siyosiy fenomen bo'lgan jadidlarni g'oyalari nima uchun o'zini maqsadiga erisha olmay qoldi? U kimlar tarafidan barbod qilindi? Matbuotda qanday maqolalar jaranglab turdi va u faqat erkaklar tarafidan jarangladimi? Yoki faqat deylik soha mutaxassislari tarafidanmi? Yo'q, hattoki ayollar tarafidan ham jaranglab turgan maqolalar bo'lgan. Hattoki o'sha gender masalalarida, ayollarni paranji tashlash masalalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, g'oyalarda jadidlarning g'oyalari eng aktual g'oyalar bo'lgan. Xalqni hech qachon o'z-o'zidan ilmga olib kirayotgan paytda, ayniqsa ayollarni deydi, evolyutsion yo'lni tanlash kerak. Ayollarni baxtli savoti bilan tarbiyalagan holatda undan keyin ozodlikka olib chiqib ketish kerak deydi. Lekin afsuski mutaassiblarning va Sovet ittifoqini juda makkarona o'ylangan siyosati bu yo'lni evolyutsion emas, revolyutsion yo'l bilan olib chiqib keldi. Yoki o'sha ishchi dehqon ayoli obrazini yaratish uchun ham ular ko'p ayblovlarni o'sha xalqni o'ziga qo'ydi. Masalan, Farg'onani o'zida 2,5 mingta ayol o'ldirib tashlanadi. Shu haqidagi hujjatlar bugun kinofotofon hujjatlar arxivda saqlanadi. Yoki o'zim mana yaqinda o'sha mana shu Xalqaro islom akademiyasidan kelgan falsafa yo'nalishida o'zim ishimni olib borganimda jadidlar bilan bog'liq bir ajoyib ma'lumotga duch keldim. Juda ko'p arxiv ma'lumotlari yopiq edi. Haligacha yopiqlari bor, chunki arxiv ma'lumotlari 100 yilda ochiladi. Lekin ba'zi ma'lumotlar bor, jadidlar bilan aynan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar, ular yil o'tsa ham ochilmaydi. Chunki u jamiyatdagi yoki davlatlarning o'rtasida qanaqadir nizolarni paydo qilib qo'yishi mumkin-da. Ba'zi haqiqatlar ochilmay qoladi. Shuning uchun qaysidir vaqtlar kelganda biz yaratgan, biz ishlab chiqqan, tadqiq qilayotgan tadqiqotlar vaqti o'tib ishlashi mumkin. Yangiliklar olib chiqishi mumkin. Mana sizlar bilan kecha o'tirganimizda ko'rdik, juda ko'p ma'lumotlar sekretniy ko'rinishda keldi. Endi nima demoqchiman? Lekin men bir narsani o'sha yerda topishga harakat qildim. Jadidlarni o'zini o'sha panislamizm va panturkizm g'oyalari asosida alohida ajralgan holatda yana turli xil tuhmatlarga qolganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Bugun jadidlarni ko'pchilik panislamistlar deb ayblash jarayonlari ketyapti, lekin vaholanki panislamizm bir vaqtning o'zida bir qancha ko'rinish kashf etganini ko'rdik. Bir qancha xususiyatni maqsadda yo'naltirilganligini guvohi bo'ldik. Shuning uchun bunaqa ayblovlarni oldini olishda, mutafakkirlarimizni haqiqiy ilm fan sohasiga yangi g'oyalarni olib kelgan shaxslar sifatida olib chiqish uchun ham biz arxiv hujjatlarini ilmiy asoslangan holatda olib chiqib berishga harakat qilishimiz kerak. Ushbu loyihani yana o'sha integratsion va amaliy maqsadi nima degan savolga shuni aytish kerakki, o'sha davrdagi g'oyalarni bugun biz yangi zamonaviy holatdagi ilm fanga integratsiya qilish orqali amaliyotga joriy etamiz, ya'ni ommalashtirib boramiz. Biz o'sha o'zimizni targ'ibot usullarimizni nafaqat ushbu platforma orqali, ya'ni platforma doirasida yaratilgan ijtimoiy tarmoqlar orqali ham targ'ib qilsak, demak bu sohani yanada ommalashishiga, ota-bobolarimizni demak ma'naviy merosini o'rganishga, farzandlarimizni tarbiyasini yo'qotib qo'ymaslikka va xalqimizni, millatimizni saqlab qolishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun
Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, tadqiqotchilar. Jadidchilik loyihasi bo'yicha biz o'z platformamizni yaratdik. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, hozirgi kunda raqamlashtirish siyosati juda ham keng avj olib bormoqda. Nafaqat iqtisod, balki ijtimoiy gumanitar sohasiga ham kirgizdi. Digital history, yuridik fanlar bo'yicha huquqiy tizimlarni raqamlashtirishga bog'liq bo'lgan, ya'ni odamlar hammasi vizual ko'rib tinglash uchun yoki vizual ko'rganda ko'proq esiga qolayotganligi uchun ayni shu raqamlashtirish kirib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan Jadid Global Uz platformasi yaratildi. Jadid Global Uz platformasi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoga ommalashtiriladi va 3 tilda, rus, o'zbek, ingliz tillarida faoliyat yuritadi. Hozir bu saytimiz Shahnis ustozim aytgandek test rejimda faoliyat olib borilyapti. Hozirgi kunda buni bosh sahifada bizlar qilgan ishlarimiz, misol uchun jadidchilik ta'limotini o'rganishning tarixiy, falsafiy, ilmiy an'analari, jadidchilik ta'limotining tarixiy asoslari, jadidchilik ta'limotining ta'lim va inson tarbiyasi qadriyatlari mavzusida rukun ostida maqolalar, keyin mediatika, ya'ni o'sha o'zaro qilingan suhbatlarimiz, rasmlar olib boriladi va mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, o'zada berilgan intervyular Qori Yo'ldoshev, Said Ahmadxo'ja Siddiqiy, keyin Jadidlar millat qahramoni Abdurauf Fitrat to'g'risida, keyin Mirzo Abdulqodir Beydar va bir qancha olimlar, jadidchilar to'g'risida ma'lumotlar bizning saytimizda, o'zani saytida, YouTube'da qo'yib borilyapti. Endi bu saytda yangiliklar bo'limi bor. Jadidchilikka oid aytib o'tilgandek, arxivda qanaqa yangi oldin noma'lum bo'lgan ma'lumotlar kiritib o'tiladi. Maqolalar rukuni bor. Maqolalarda o'sha biz yozgan maqolalarimiz O'zbekiston hududida jadidchilik bilan, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda agar biz bilan bog'lansa, mana shu platformaga o'sha jadidchilik bilan bog'liq bo'lgan maqolalarni targ'ib qilish, ommalashtirish olib boriladi. Bizning o'zimizda kutubxonamiz bor. Platformada jadidchilikka oid kitoblarni kimdir kutubxonaga borib o'qiy oladi, kimdir arxivga borib arxiv manbalarini o'qiy oladi, kimdirda o'sha imkoniyat yo'q. Biz mana loyiha doirasida Farg'onaga bordik, Farg'ona arxivlarini ko'rib chiqdik. Mana Buxoro arxivlarini ko'ryapmiz, Samarqand arxivini, Qoraqalpoq arxivlarini ko'rib chiqamiz. Lekin kimdirda imkoniyat bor, kimdirda imkoniyat yo'q. Imkoniyati bor, o'zi bor, asl manbani ko'radi. Agar imkoniyat yo'q bo'ladigan bo'lsa, bizning kutubxonamizda ayni o'sha manbalar keltirib o'tadi, jadidchilikka oid manbalar keltirib o'tadi, kitoblar keltirib o'tiladi, elektron shaklda. Mediatekada platformada o'sha yoritilgan, loyihada yoritilgan O'zA saytlarida, YouTube saytlarida va ularga berilmagan ba'zi ma'lumotlar biz suhbat tarzida o'tkazamiz. Olimlar bilan suhbat, Germaniya, Amerika rejalashtirilgan yerga borib jadidchilik bilan shug'ullangan olimlar to'g'risida ularning fikrlarini bilamiz, obyektiv yondashuvlar, subyektiv yondashuvlarni va u suhbatlar ham platformamizda qo'yib boriladi. Va mutafakkirlar, hozirgi kunda 200 dan ortiq mutafakkirlarni, jadidchilik bilan shug'ullangan, jadidchilikka oid 200 dan ortiq mutafakkirlarni qisqacha ma'lumotlarni yig'ib o'tdim. Endi sekin-astalik bilan bu ma'lumotlar qo'yib boriladi. Endi bu aytib o'tgandek suhbatlar, biz jadidchilik bilan shug'ullangan olimlardan suhbatlar olib boramiz va u suhbatlar obyektiv, subyektiv fikrlari, ularning qarashlari qo'yib boriladi. Ustozim bu aytib o'tganidek, yangi jadidchilik bilan shug'ullangan yoki shunga oid bo'lgan olimlarni yoki bo'lmasa o'sha davrdagi ta'lim bergan, misol uchun xususiy maktablar yaratgan o'shanaqa shaxslarni biz topsak, ularni avlodlari yoki avlodlari bilan asosan o'sha suhbat tarzi qanaqa tarzda bo'lganligi haqida qisqacha suhbatlar qo'yib boriladi va biz bilan bog'lanish bo'limi mavjud. Men o'zimni elektron saytimni, platformani pochtasini qo'yganman, telefon nomerimni qo'yganman. Kimda shunga oid ma'lumotlar bo'lsa, bemalol bog'lanishlari mumkin. Kitoblarni mana bittasi o'zbek xalqi diniy milliy qadriyatlarining falsafiy tarixiy tahlili nomlanadi.
O'zbekistonda diniy siyosat omili va disiplinlar jarayonlar, bu ham yengil o'zi, Gulnora Dilshatovani dissertatsiyalari asosida va o'sha disiplinarizatsiya jarayoni bo'yicha qilgan ishlarimiz asosida yozilgan. Keyin tarix falsafasi konsepsiyalari evolyutsiyasi Azimat Amirovni aynan o'sha loyihalar bo'yicha qilgan ishi va bu kitoblar loyihalar doirasida chiqqan kitoblar. Shu bilan ham tanishtirib o'tmoqchi edik. Biz barcha ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Sizlarda qanaqadir muammolar bormi yoki metodologiya bo'yicha yoki hozirgi ketayotgan jarayonlarda ishlarni amaliy sohaga tatbiq etish bo'yicha yoki o'zi umuman o'zinglarni biror bir hozirgi davrdagi shu siyosat bilan bog'liq qarashinglar haqida bilmoqchi edik. Assalomu alaykum hammaga. Juda mazmunli taqdimot uchun avvalambor minnatdorchilik bildiramiz. Ustoz bevosita yuqorida ta'kidlagan o'tdingiz. Aynan jadidchilik bo'yicha shu dissertatsiya ilmiy ish jarayonidaman. Jarayonda bitta muammoga duch kelyapmiz. Endi to'g'risini aytsak, jadidchilik masalasi bo'yicha respublikamizda haqiqatan ham juda ham ko'plab tadqiqotlar mavjud. Lekin faqatgina o'sha adabiy yo'nalishda, ya'ni adabiyoti nuqtai nazaridan biz qarashga majbur bo'lamizda, endi davr taqozosi shunaqa talab qilgan edi. Lekin mana hozirgi kunga jadidchilikni o'rganish bo'yicha berilayotgan keng e'tibor ularni turli tomoni, faqat o'sha adabiy nuqtai nazardan, tarixiy nuqtai nazardan, ularni siyosiy qarashlarni ham ochib berishga, ijtimoiy siyosiy qarashlarni ham ochib berishimizga bemalol imkoniyatimiz mavjud. Davlatimiz rahbari ham qo'llab-quvvatlash ostida bu bo'yicha kengroq e'tibor qaratilyapti. Men taklifim, chunki biz o'sha tadqiqot jarayonida ko'plab ma'lumotlarni olamiz, faqat tarixiy yoki qanaqadir adabiy nuqtai nazardan unga yondashishimizga to'g'ri keladi yoki yondashilgan. Mana shu platformada mana Buxoro jadidchiligi yoki o'sha Turkiston jadidchiligi yoki Samarqand jadidchiligida yoki Xiva jadidchiligida o'sha ijtimoiy siyosiy qarashlar bo'yicha ham ma'lumotlar bazasini shakllantirib borsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Men bevosita o'sha dissertatsiyangiz 92-yilda himoya qilgan dissertatsiyangizdan ustoz kengroq foydalanyapman, chunki bevosita Buxoro jadidlarning ijtimoiy siyosiy qarashlari bo'yicha Abdurov Fitratning yerda falsafiy ijtimoiy qarashlari mavjud. Aytmoqchi bo'lganimki, ma'lumotlarimiz juda ham kam. Keyingi o'rganadigan yoshlarimiz uchun mana bizda masalan siyosatshunoslik yo'nalishi talabalari borda, bevosita o'sha siyosiy ta'limotlar tarixi fanini biz o'tayotganimizda o'sha yerda mavzu bor. Jadidlarning ijtimoiy siyosiy qarashlari. Yangi mavzu kiritilgan nimamizga, ish rejamizda, lekin biz unga kengroq ochib berishimiz uchun bir ma'lumotlar bazasini shakllantirishimiz zarur va talabalar aynan ijtimoiy o'zini siyosiy qarashlarini ularni bevosita internetdan mana juda ham bir o'rinli nima bo'lgan Jadid Global.uz keng foydalanamiz va tadqiqotchilar uchun bir dasturli amal bo'lib xizmat qilsa ajab emas. Men tashakkur bildiraman. Jadidchilikni o'rganish bo'yicha, uni o'rganishni rivojlantirish bo'yicha bu juda ham bir muhim qadam bo'lgan. Men yana bir marta sizlarga tashakkur bildiraman. Endi bu ham o'zingiz fikringizni bilasiz, sizga ozgina javobim ham bor edi. O'zi ayni mana shu masala jadid ziyolilar eng avvalambor ular siyosiy arbob bo'lganlar. Faoliyatida ham, yozgan materiallarida ham buni Adib Xalid har bitta kitobda ta'kidlaydilar. Va Temurxo'ja o'g'li, Usmonxo'jayev o'g'illari mana bu yerga mana kecha ham keldilar, ko'p tadbirlar bo'lyapti. Yana sizlarda muzeyni ochilish jarayonlari bo'lar ekan. Ularda ham xuddi shu fikr. Endi biz falsafada yondashganimizda ham xuddi shu masalani olib chiqishga harakat qilganmiz o'zimiz ishlarimizda. Endi bu yerda o'sha UZAga berilgan intervyular va tarixiy haqiqatlar degan yana bitta UZAni nimasi bor, blogi bor, intervyular. Biz bu loyihaga asos solganimizdan keyin gruppa bilan o'yladik, biza oldingiga o'xshab u asar undoq edi, bu asar bundoq edi deb gapirmaymiz. Biz ularni siyosiy qarashlariga urg'u berib o'sha tomonni ochib beramiz. Va agar bunday ochsanglar intervyularni, misol uchun millat masalasi, yoshlar masalasi, siyosiy dasturlar, misol uchun Fitratda aksariyat eng kuchli maqolalari sharq siyosati, sharqda inglizlar, Turkistonda ruslar,
hattoki sarkazm asosida yozilgan nimalarda ham qiyomat, oqmazor, Zahroning iymoni aytib, u sovet davrini tanqidi va faqatgina o'sha siyosatni reprezentatsiya qiluvchi metodologiyaga bu tushunchalarni olib kirib olish kerak. Metodologiya jihatdan, misol uchun falsafada men qanaqa yondashgan bo'lsam, sizdagi murakkab holat o'sha siyosiy jihatdan o'zi instrumentaliyasini tashkil qilish bo'ladi. Lekin shu bilan birga biz Adib Xolidning asarlarini biz hozir yana bitta katta rejamizda Adib Xolid va eng ilg'or jadidchilardan intervyularni qo'yishimiz kerak. Mana 20-yillarda Elyor Karimov keladi, biz ular bilan o'tgan yil Amerikaga borganimizda postjadidizm degan bitta konsepsiyani olib chiqdik, chunki jadidchilik o'lmagan. Undan keyin sovet davri ziyolilari mana Yahyo G'ulomov, Ibrohim Mo'minov bular qanaqa iroda bilan olib chiqishdi, Amir Temur obrazini mustahkamlab berishdi, butun Markaziy Osiyo tarixini tiklab berishdi. Bular jadid olib qaragan, lekin jadidchilikdan keyingi davr. O'zbek ziyolilari tarixi o'lmagan sovet davrida. Shunaqa bir konsepsiya qildikki, o'shalar sizlarning ishingizga kirishi kerak. Nima uchun? Chunki jadidchilardan keyin mustaqillik davri boshlandi deyish, biz o'zimizni tariximizga o'zimiz fotokrest qo'ygandek bo'ladi. Unaqa qilishga haqqimiz yo'q. Chunki biz u narsani olib chiqib berib, xalq ko'zini ochadigan odamlar bo'lishimiz kerak. Shunaqa qilib o'sha maslahatlar bor va Adib Xolidni va Temurxo'ja o'g'lining kitoblarini hammasini biz PDF variantda qo'yamiz. Ularning roziligini olgan holda bu kitoblarni topish o'zi qiyin, ozgina bir nusxasi chiqadi va boshqa materiallarni ham aynan shu sohaga yordam beradi. Shuning uchun siz to'g'ri yo'ldasiz va ishingizga omad, katta rahmat. Rahmat. Endi savollar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Demak, ushbu taqdimot uchun avvalambor minnatdorchilik bildiraman va Davlat universiteti 2-bosqich doktorantiman. Mutaxassisligim hozir tarixshunos, yonboshinos yo'nalish bo'yicha olib boryapman va shunda shunga o'xshagan yana bir sayt bor deb aytmasam, jadidlar.uz va bu yerda o'sha platformada ularning maqolalari qo'yib borilgandi va men ilmiy ishimda ham hozir men ko'proq 1910-20 yillar mobaynida umumiy Turkistondagi matbuot nashrlarida Buxoro amirligiga oid bo'lgan maqolalarni o'rganyapman va ularning orasida tabiiyki jadidlar maqolalari ham uchraydi. Aksariyati jadidlar maqolalari va shunda hop bu platforma bilan birga masalan qanaqadir bir faoliyatimda yoki sizlar bilan munosabatda yordam berishi mumkinmi yo'qmi bilmadim. Masalan, menda hali internetda yoki mana bunaqa platformalarda uchratmagan maqolalar bor-da. Endi ularni qanchalik bu yerda joylashtirish imkoniyati mavjud, buni to'g'risi bilmayman, chunki ularni hali tadqiq qilish kerak. Chunki ba'zi o'rinlarda jadidlarni o'zaro tortishib qolgan jabhalari bor. Masalan, Fitrat bilan Fayzullo Xo'jayevning o'sha 1917-yildan keyingi voqealar masalasida o'sha Toshkentga chiqib ketgandan keyingi tortishuvlar aks etgan jabhalari bor-da. Mana bunaqa siyosiy masalalarga oid maqolalar menda bor, lekin qanchalik ularni bunaqa platformalarga jalb qilish mumkinligini to'g'risi hali tadqiq qilganim yo'q, chunki asosan ijtimoiy iqtisodiy hayot bilan shug'ullanyapman uchun. Va sizlarda bormi shunaqa imkoniyat? Masalan, men shu materiallarni yig'ib, to'plab hamkorlikka chiqsam masalan sizlar bilan va buni masalan qaysidir ma'noda meni keyingi ishim uchun joriylantirish degan masala bor-ku. Endi bizga agar shu masalada yordam bersangiz, o'zi ba'zi bir materiallar yopib qo'yiladi, chunki Innovatsiya vazirligining bitta talabi o'z-o'zini moliyalashtirish degan joyi bor-da. Ba'zi bir noyob hujjatlarni biz o'tgan loyihamizda ham arxiv kinofida dokumentivda biz bitta qismini qo'yib qo'yganini pul asosida qo'yganmiz. Bu chunki bu sayt mana o'tgan yilgi sayt 21-yil tashkil bo'lgan bo'lsa, haligacha u ishlab turibdi va ishlash uchun biz pul to'laymiz har yili ma'lum bir miqdorda. Loyiha tugab ketgan, lekin o'sha tushgan pullar hisobidan biz uni tiklab turamiz. Shuncha qilingan ish yo'qolib ketmasligi uchun. Va buni ham o'zingizni muallifligingizda taqdim etilgan kitob organizator shunaqa qilib berishingiz mumkin va sizni jamoatchilik asosida olishingiz mumkin ishga. Chunki hozir jamoatchilik asosida bizni chet ellik olimlarni ham olyapmiz. Chunki ular bilan intervyu olamiz, ular maqolalarini istifoda qilamiz loyiha jarayonida. Ularning o'zlarining nomlarini, avtorlik huquqi saqlangan holda. Lekin aslida bizning loyihamizga a'zo bo'lish pullimi, pulsizmi? Pul qismi juda
bo'lgan, bir 60 ga 40 bo'lgani uchun endi katta oylikka ishlamaymiz-ku. Lekin ko'pchilik o'zi shunaqa so'rashyapti. Biz ham ishtirok etaylik, familiyamiz tursin, chunki bu katta loyiha. Bu hali endi boshlanganiga iyun oyida tasdiqlangan bo'lsa 2 oy bo'ldi, lekin hozir ancha ish qilindi va odamlarning qiziqishi yaxshi ketyapti-da. Va shu nuqtai nazardan bir ijtimoiy fikr uchun siz o'zingiz bizga loyihani a'zosi bo'lib ishlashingiz mumkin. Lekin siz agar o'sha manbalar haqida maqolalar yozib bersangiz, biz ba'zi bir jurnallarimizni loyihani hisobida tekinga chiqaryapmiz. Misol uchun mana shu JK jurnali o'zi 500 ming bo'lsa, biz uni misol uchun loyihamiz a'zolariga tekinga chiqarib beramiz. Shunaqa tomonlari bor, ozgina bo'lsa ham yordam beramiz. Keyin shu loyihada ishlaganingiz haqida sizga внедрение berishimiz mumkin. Bu ham kichkina narsa emas. Chunki bu asosiy ishlardan bittasi. Shu ma'noda hamkorlik qilishimiz mumkin. Rahmat. O'sha sizga siz Babaxonovning kitobi borku, периодический печать в Turkistoni degan 71-yilda chiqqan. Yo'q, men hozir hozir asosiy mani faoliyatim masalan umuman jadchilik yoki matbuot bilan shug'ullangan tadqiqotchilar faoliyatini umuman katalogini yaratganman, lekin bir umuman ko'rib chiqqanim yo'q hali. Chunki men faqat hozir bosqich shunaqaki 10-20-yillardagi barcha o'sha Buxoro amirligiga oid bo'lgan, asosan Amir Olimxon hukmronligi davri tarixiga oid bo'lgan o'sha matbuotdagi hozir 15 dan ortiq matbuot materiallarini ko'rib chiqdim. 500 dan ortiq materiallarni yig'ganman. Umuman hammasi tarixiga oid materiallar. Shuning uchun hali tadqiqotlar bilan unchalik shug'ullanganim yo'q. Faqat endi tarixiga oid ko'ryapman-da. Siz uni monografiya qilasiz va biz uni e'lon qilib beramiz. Chunki bu Jadid Global butun dunyodagi jadidchilikni konsolidatsiya qiladigan maqsadi bor. Misol uchun hamma o'zicha yondashuv qilib, misol uchun mana Aziz Palita o'tgan yili kelganda O'zbekiston Making O'zbekistonni prezentatsiyasi bo'ldi-da. Endi ba'zi bir siyosiy masalalar bor, ular uchun obyektiv bo'lgan, biz uchun ozgina ehtiyot bo'lib gaplashadigan. Shunaqa tomonlarni ham odamlarni fikrini o'rgatish kerak. Jadidchilik unaqa har doim ura zo'r bo'lmagan, ularda o'sha tarqoqlik bo'lgan, misol uchun Yehudiylar xalq bilan ishlaganlar, fitrat turkparastlik yo'lida ko'proq bo'lgan ishlari, Munavvar Rossiya nimalari bilan, manfaatparvarlari bilan va ularning o'zida siyosiy maqsadlar bo'lgan, siyosiy ichki nizolar bo'lgan, o'sha tomonlarni nima uchun bu nima qilib berdi, nima qilib bera olmadi va nima uchun tarqab ketdi. Bu savollar juda muhim, chunki bu hozir biz balki o'sha jarayonlarni oldida turganlarmiz. Shuning uchun bu odamlarni fikrlashga, konseptual, mantiqiy fikrlashga o'rgatish kerak. Rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Bo'lmasa yana bitta e'lon etib ketdik. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixini muvofiqlashtiruvchi metodik markazida tarix yo'nalishidagi doktorantlar maqola berishi mumkin. O'zbekiston eng yangi tarixini dolzarb masalalari degan jurnal bor va ro'yxatda birinchi o'rinda turibdi. Keyin ustozlarga ham takliflarimiz bor. O'zini magistratura shogirdlari bo'ladigan bo'lsa, til sertifikatiga ega bo'lganlarniki 0700 O'zbekiston tarixi, 070005 xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi shifrlari asosida bizda doktorantura, mustaqil izlanuvchilik, Doctor of Science qabuli bor. Shuni aytmoqchiman. Hammaga katta rahmat. Uchrashuvga kelganinglarga, hammamizga foydali bo'ldi. Bu hammamizni yagona maqsadimiz o'zi birlashtiradigan, yo'naltiradigan va ishga Rahmat.